Liksiyelenin devamı vatandaş endilikte vaziyet ve muhakeme. Bir kez gep kılaylı bugün çizler 2022 yıl 11. ayının 7. günü vatandaş. Ertel halısı Amerika'daki saylam neticesi kandak bulduğunu siz biz kütüp durumuz. Yani şunun yarışamen başlayıp kandakçılığı Quyoshning tutilishi degan söz. Bu acayipli adam hayron qoldigan ish ham tabiatdagi hodisa. Buningga siz bilan biz nima deyalamiz qarang vatandoshlar. Necha ming yilda bir qatim bo'ladi deydi. Ya'ni bundan keyin yuz berdigan ish bo'lsa bu hodisa 4344-yili. 4344-yili bir qatim yüz berdi bu hodisa debdi, lekin hozir torbetkilar xilma-xil tadqiq qilib buni yaxshilik tarafga burmayotdi atiki tabi o'zgarishni. Shundaqla ata Amerika Qo'shma Shtatlarida qudratli bir saylam bo'lib o'tdi. Endi Amerika xalqi saylamga kirdi bir kun deganlikka. Bularni qo'yib hozir vaziyatimiz kelayli biz boshda nima dedik? Sizlar shunga diqqat qilinglar vatandoshlar. Hozir Bali davda prezident Joe Biden bilan rais Xi Jinping ko'rishmaydi mushayak keldik. Bugun hozir bir xabarni, ya'ni shu to'g'rida sizlarga yetkazdik. Ikki davlat rahbari ko'rishgan holatdami? Yaxshilikdan dalolat yo'q. Chunki rais Xi Jinpingning 3-chi qatim saylanishi kun sayin jiddiylashayotgan Amerika-Jungo munosabatiga foydasiz deb xulosa chiqardik vatandosh. Biroq men boshida shunday aytdim, bu qatim 7 davlat ministrlarining, tashqi ishlar ministrlarining ministri Germaniya yig'ini e'lon qilgan bayonot bek yumshoq. Shu yumshoq bayonot bilan vazir Scholz Germaniyadan 11 soat safar bilan Beijing keldi. Onunla münasebetlik Xi Jinping yuqorqidagi tunugun sizlarga yetkazgan va'dalarni berdi. Endi u bergan va'dalar bilan hozir Jungoning ichki qismidagi siyosat osmon zamin farq bir rayonga kirib qoldi desa bo'ldi, ya'ni farq ichiga kirib qoldi desa bo'ldi. Jungoning bozorini chet elga chivitish, Jungoda xususiy shirkatchilarni qo'lga olish, xususiy shirkatchilarning mal bisotini musodir qilish bu qanday mintaqa vatandosh? Ya avvalgisi yolg'onchilik xalqaro jamiyat yana bir qatam aldab beqish yoki keyingisi rostchilik Jungoda umumiy diktator, ommaviy diktator davri kirdi deganga. Buningdagi yana birisi mening o'sha yerda bir qiziq sinib sizlarga tahlil qildiganim Aqsaroy Davlat ishlar bexatarlik maslahatchisi Jack Sullivan bu yil 3-oyda Rossiyaning amalliq, ya'ni KGB'ga barobar shuni boshqarayotgan odam Patelishov bilan 3-oyda bir ko'rishibdi. Sizlarning esinglarda va vatandosh 9-oyning 16-15 kuni Samarqand yig'ini rais Xi Jinping bir kun to'xtamayla qaytib keldi. Beijing qaytib kelib 9-oyning 19-kuni dalmush kuni qo'dayman. 19-kuni Rossiya amalliq saqlash, ya'ni qo'g'dinish KGB ning boshlig'i Patelishov Beijingga keldi tuyuqsiz va Beijingda to'xtamayla Fujianga bordi. Shundaqmi? Fujianga bordi, Fujianga verib Yang Jiechi bilan suhbat o'tkazdi. Shu suhbat jarayonida bir jumla chiqib qoldi, ko'p to'xtalmadi. Men ona diqqat qilmadim. Sizlarga shu vaqtda so'zlashim kerakdi. Shunday dedi Yang Jiechi. Rossiya hukumati va Rossiya doiralarining Jungo bilan Rossiya o'rtasidagi kelishimlarni oshkorlamasligini umid qilamiz degan bir og'iz gap chiqdi vatandosh. Uni nima katta deyli? Hozir Yang Jiechi bilan ko'rishdi. 2001-yili 3-oyning 18-kuni Alyask yig'ini
3 ayının 22 günü Rusya Federasyası'nın Taşqı İşler Ministeri Sergey Lavrov Beijing kelip Beijing'de toxtamay Güyju ülkesinin Güyang şəhəri şu şəhəri ketip şu yerdə Cüngünün Taşqı İşler Ministeri Wang Yi bilen görüştü. Beijing'in sırtığı çıkıp kettiği degen gep. Yani bu da patılışıp yana Beijing kelip Beijing'in sırtığı çıkıp Fujian'da görüştüğü degenler. Bu iş hakikaten muşunda boldu mu? Bu jarayan muşunda ötdü. Ande bu yıl 7. ayının 10. günü 7. ayının 10. günü Bali Dağ'da 20 devlet yığını ministerlerinin yığını baş koşuşu bulup ötdü. Şu yığında Rusya Federasyası'nın Taşqı İşler Ministeri Sergey Lavrov bilen Cungo Taşqı İşler Ministeri Wang Yi'nin söhbet jarayanı suretlerini görüyorlar dedim. Ben de azı saklaqlıq azı sürüptü. Yoqatmağlar vatandaşlar görüp qoyanlar. Pozisiya. İki devlet diplomatının pozisiyasını görüp alsanız bunu. Şunun ki yılla nemiş yüzbedi? 7. ayının 28. günü. Ötkende bir de 20. günü, bir de 10. günü. Adamdan ağzını doğru san turup mu? Hatalı iş taladı ki, söz davatqanda. Enik bolsun sizler 7. ayının 28. günü Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Joe Biden Reis Xi Jinping bilen telefonda söhbetleşti vatandaşım. Telefonda söhbetleşti. 3,5 saat söhbetleşti. Şimdi ama bu 7. ayının 28. günü. 7. ayının 1. günüdün 14. günü geçi şu Reis Xi Jinping Ürümçide hizmetlerini kezden köçürdü. Men muşunda kızıkıp kilovatmen, muşunda sözlep kilovatmen üzemçe muşu görüşüşlerde. Neticenin nemi işgelligi loqqıdı sizden bizden aldığımızga taşlanmısı mı? Lekin bu uçuruşla, bu görüşle intayın sırlıq vatandaş. İntayın sırlıq. 7. ayının 20. günü iki devlet rəhbəri görüşdü. Onundan bir 14 gün Ürümçidə tutdu. Endi bunun qaraysız 9. ayının 4. günü 10. ayından keçiranlar, 10. ayının 4. günü 8. ayının 31. günü Birleşken Devletler Teşkilatı'nın Uygurlar doğrusu tayyorlagan dokulatı ilan qılındı 31. günü. Washington vaqti kech saat 5'te atrafı ilan qılındı. 8. ayının 31. günü. 9. ayının 15. 16. gün Semerkand çıgını. 10. ayının 4. günü. Çünkü Kompartiyası Şinşişa mesela Yeni Hayat gazetede ilan kılınışı bolğanda İran tarixçilərinin tarixida eğitildiğin Şahnişah çegrası taqaldı. Hazırgıçı hiç qanda xabar yok. Ya eçildi, ya davamlıq taqılıdı deydiğin hiç qanda xabar yok. Bugün bir xabar geldi. Endi o xabarın bir qismini sizlarga so'zlayolmayman, bir qismini so'zlayolmayman. Çünkü onun bir kısmı namussuzlukta çekiğe yetken talep ve iş, çıra kısımları, vatandaş, çıra kısımları, hazır Şinjan'dan çıkış ve Şinjan'a giriş ruhsatnamesi Çujangjing demtiysin adı var mı? Çujangjing. Her kıtım katnap çıkıdığan poyuz Şinjan'dan çıkış Çujangjing kenişkisi tam kıbastırdı. Şinjan'a giriş tam Şinjan'a giriş hüccetlerine tam kıvastırdı. Gördünüz mü? Bu noktadan aytqanda Şinjan'a kirip çıkış ihtiyari emas. Kızık işte vatandaş. Bu ülke Xitayning mustamlikisi şundaq turuqliq. Mana şu aletler. Onun için şu yaqinda tünügünle tazı saqıldım. Cüngöğü nazar torbetidi kepti. Bir tataychaqning bo'lishi kerak, dadasi og'rib qopti, ko'zi og'rib qopti.
Onu Ürümçide yoki Şinjangda davolashga bo'lmaydi ekan, cho'qim Beijing kelib berish kerak ekan. Buning uchun Chujangjeng chegara saqlash qismlari o ayoldan talab qilibdiki, 8,000 yuan. Ayol debdiki, men faqat 3,000 yuan bera alayman debdi. Yani ahirni so'zlamay vatandoshlar. Bilamda so'zlamay. Buni misol keltirishimda sabab chegara taqoqliq peti turibdi. Demak, chegaradan chiqish, Şinjan chegarasi Shinshishadan chiqish, Shinshishadan kirish hozir rasmiyat ustida. Demak, bu yerda hozir chegara saqlash qismlarining sodisi, xufiyani sodisi, shaxsiy sodisi, qabohatlik sodisi boshlandi. Mushu fursatdan foydalanib paraxo'rlik boshlandi degan gap vatandosh. Shuni yana vatandoshlarni hisob qilaylik, hozir vatanda nolgajiga tushirish degan narsani tunugun aytdiq, bor yo'q 20 nafar odam agar rost bo'lsa, shuqumlangan kishi bor yo'q 20 nafar odam uchun hozir butun Uyg'uristondagi 35 million Uyg'urni shu kunga qo'ydi. Men sizlarga aytay, ishik derizlar kelib derizini chekadiganlar o sestralar emas, o doktorlar emas, o mahalle komitetining ish boshqaruvchilari emas. Ular sepi yüzüden harbiy odamlar o vatandosh. Qurolli saqchi qismlar. Ularning formasi harbiy forma, saqchi formasi. U holatda ishikdari izlari taqayolmaydi. Shunga harbiy formani salib etib, sestraning formasini, doktorlarning formasini kiyib, öy-öyni quluplayotgan, öy-öyga zanjir salayotgan, qulub salayotgan, aholilarni qiynayotgan, azoblayotgan, ularning o'lishiga sababchi bo'layotganlar hammasi harbiy odamlar. Hammasi harbiy odamlar, hammasi qurolli saqchi qismlar. Men Xitoyning mushu fursatda qilayotgan ishi mana. Uning tayyorligi virus emas 20. Bütün Şinjan Uyghur Avtonom Rayonida 20 nafar. Selektirib bakan vatandaş. Mushu ish endi keldik. Başta nima dedik? Demak, hozir Oqsaroyning maslahatchisi bexatarlik bo'yicha Jack Sullivan 3-oyda Patelishop bilan bir ko'rishdi. Bu qatim yani yaqinda Patelishop bilan telefon yana bir ko'rishdi. Yani siz ko'rib bakan. Shunami? Germaniyadagi 7 davlat ministrlarining yig'ini, tashqi ishlar ministrlarining. Ondan keyin bugun men sizlarga so'zlagan Prezident Joe Biden bilan Rais Xi Jinping Balida ko'rishimdi yo'q. Xabar deyilibdiki, ko'rishgandimi, natija hosil bo'lmaydi deb xabar qilinibdi. Hozir natija hosil bo'lsin, bo'lmasin, ko'rishidiganlar bo'lsa, buni bir tartib deb qaraylik. O'tganda arliq sizlarga nima degan to'q? Junguliklar xohlamayotdi, chunki Balidada ko'rishishning kun tartiblarini Oqsaroy yozadigan, Oqsaroy belgilaydigan bo'lg'achqa Jungo taraf buningga qo'shilmayotdi degan bir og'iz gapni qilgandik esinglarda bor. Mayli shu qo'shilmasin bo'lsin, shundaq bir paytda Oqsaroy davlat ishlari maslahatchisi Jack Sullivanning Rossiya Federatsiyasining 2 nafar amaldori, buning ichida yana Patelishop bilan ko'rishganligi, bu bir qaltis gap deymiz ya buni vatandosh. Buni qaltis gap deymiz. Balki Ukraina urushiga munosabatlikda, Ukraina vaziyatiga munosabatlikda, balki odamgarchilik, insonparvarlik urush davrida munosabatlikda. Ondan qat'iy nazar 15-kuni Balidada 20 davlat yig'ini ochiladi. Yig'inga Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Joe Biden qatnashishni qaror qildi. Rais Xi Jinping tahi e'lon qilmadi. Mushundaq bir paytda Jack Sullivanning
Devlet Bexatarligi maslahatchisi, Rossiya Federatsiyasining Patelishov yuqori darajadagi amaldori bilan ko'rishganligi bu bir qismli ish bo'lib tuyuldi menga. Shuni sizlarga leksiya qilib so'zladim vatandosh.